Mashina sotib olganingizda tanish-bilishlaringiz, qarindoshlaringiz, o'rtoqlaringiz beradigan 3 ta savol bor. Birinchisi qanchaga olding, necha pulga olding deydi. Ikkinchisi yili necha ekan deydi. Uchinchisi kraskasi tozamikin deydi. Siz ha toza deb uvering gapirish uchun navbatdagi Nexus 3 avtomobilini sotuvga qo'ydik. Aniq kraskasi toza, 2018-yil ishlab chiqarilgan, 4-paysiz avtomat korobka, bejviy salonda, bosib o'tgan masofasi, probegi 187 ming kilometr. Nimaga bunaqa ko'p yurgan, kirada yurganmi degan savolga ham javob topib qo'ydik. Probegi aylantirilmagan, o'zini halol probegi deysiz. Xo'p, dalshi. Mashinamizni holati tekis holati turibdi. Saloni ko'rishingiz mumkin, bejviy rangda 18-yil bejviy salon deyarli kam chiqqan. Fendi Firski ruli bor, shtatniy magnitofon, video registrator o'rnatilgan, signalizatsiya Magic Car bor. Bitta lёгкий химческий qilib kerak. Kuzovi tekis holati turibdi, bu tarafi balon holatlari ham yaxshi holatda, bemalol hali ancha-muncha yuradigan balon. 4-pokoleniya metan gaz o'rnatilgan, texnik holatlari ham zo'r. Motor ходовой korobkada hech qanaqa muammosi yo'q. Kraska aniq toza, tekshirdik, pitnosi ham chiqib qolmaydi. Sizlar ham tekshirib olishingiz mumkin. Bitta kichkina shrami bor, kosmetik ishi bor. Qolgan joyi hammasi tekis turibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $7600. Telefon raqamlarini pastda qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.